dönem birincisi olarak Hoca Hanım Sayın Nefise Abdülhamit'i konuşmaları için kürsüye davet ediyorum. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hürmetli ustazlar, kaderlik ata-onalar, aziz savaqdaşlar ve suyumlik mehmanlar. Hammalarning 2025 yillik Darul Iman Akademiyasi ve Yusuf Xas Hacı Vakfı'nın o'qish bitirish murosimiga kelganinglarni qarshi olman. Vaqtinglardan vaqt chiqarib bu go'zal kunda biz bilan birga bo'lganinglarga rahmatim va minnatdorligimni bildiraman. Xo'sh keldinglar. Bu ma'nilik va unutulg'isiz kunda mening bu sahnada turib yurak so'zlarimni sizlar bilan o'rtoqlashish fursatiga erishganimga cheksiz shukr aytaman. Bugun shariat ilmlarining muqaddas yo'lda yetilgan 5 yillik safarining oxirlashgan, ammo yangi boshlanishlarga ulangan bir kun. Shariat ilmi yo'li oson yo'l emas. Bu yo'lda sabr, tirishchanlik va chin qalbni beg'ishlash talab qilindi. Kecha-kunduz kitoblar orasida vaqt o'tkazish, Qur'on va hadislarning sirlariga cho'nqur cho'kish, fiqhiy masalalarni tushunish va aqliy munozirlarda mashq qilish, bularning hammasi ko'ptar va kuch talab qiladi. Lekin bu qiyinchiliklarning orqasida shunchalik go'zallik yoshirilganki, u har bir tirishchanlikning qimmatini his qildirdi. Her bir yangi tushungan oyat, her bir o'rgangan hadis va har bir hal qilingan masala o'quvchiga hayotining yangi bir ko'z qarashini ato qiladi. Bu yo'lda mangan har bir qadam bizni Allohga yaqinlashtirib, ruhimizni ko'taradi. Shariat ilmini o'rganish bu xuddi bir cho'lda suvsizlikqa yo'liqqan kishining saf suv buluqiga yetgandek bir huzur va xotirjamlik his qilishidir. Bu safar 7 kishi bilan boshlandi. 7 yurak, 7 arzu, 7 umid bilan biz bir yerga jam bo'lib, shariat ilmlarining dengiziga cho'ng'idik. Har bir dars bizni yangi bir hikmatga yetakladi. Har bir munozara bizning fikrlarimizni o'tkirlashtirdi. Har bir imtihon bizning sabrimizni sinadi. 7 kishining har biri o'ziga xos rang, o'ziga xos yo'l bilan bu safarga hissa qo'shdi. Kimlar do'stlikning mehr shafqat ko'rigini soldi, kimlar ta'lim tarbiya bilan bizni yetakladi, kimlar bilan birga kuldik, yig'ladik, bizga birga o'rgandik. Ammo vaqt va sinoqlar bizni sinadi. 7 kishidan 2 kishiga qoldik. Bu hayotning tabiatidir. Yo'lda kimlar ketadi, kimlar qoladi. Ammo biz 2 kishi 7 kishining orzusini, umidini va vazifasini ko'tarib bu safarni tamomladik. Bu yo'lda bizga iymon yo'ldosh bo'ldi. Qur'on nuri yetakchi bo'ldi. Payg'ambarimning sunnatlari yo'l ko'rsatdi. Bu yo'lda bizga yetakchi bo'lgan, bilim nuri bilan yo'limizni yuritib bergan ustozlarimga cheksiz rahmat aytaman. Sizlarning sabr taqat bilan qilgan tushuntirishinglar, har bir masalaga ko'rsatgan diqqat va yo'l yo'riqinglar bo'lmasa, bu martabaga yetish mumkin emas edi. Sizlar faqat bilim o'rgatmasdan, balki haqiqatga bo'lgan muhabbatni, axloq va ixlosni yuraklarga singdirdinglar. Kechini kecha demay, hardim charchidim demay ko'rsatgan tirishchanliginglar beshinglarni qatirib o'xshash bir masalani necha qatim takrorlashtirimizga sabr bilan javob berishinglar, tushuntirishinglar sayesinde mushu kunlarga avvalo Allohning rahmati, undan qolsa sizlarning yetakchiligida bu yo'lni go'zal bir shaklda tamomladik. Alloh sizlarning ilminglarni barakatli qilsin va yaxshiliklar bilan mukofotlasin. Eng oxirida menga har vaqt qo'llovchi duolar bilan yanimda bo'lgan ota-onamga cho'nqur tashakkur aytaman. Sizlarning mehr, muhabbat va qo'llashinglar menga bu yo'lda mengash uchun kuch-quvvat berdi. Sizlarning duolaringlarda meni har vaqt qiyinchiliklardan qutuldirdi va yo'limni yo'ritdi. Sizlarning yaxshi tarbiyanglar va ko'rsatgan yo'linglar bo'lmasa, men bu maqomga yetolmagan bo'lardim. Alloh sizlarni jannat bilan mukofotlab, har vaqt sog'lom va xushal qilsin.